To'ng'iz qalqalik ta'sirli hikoya matni. Juda sekin Ma'zunam oddiy qiz edi, ammo uning qalbi oddiy emas edi. U dunyoni emas, Robbisini sevardi. Bolaligidan u tungi sukunatni yaxshi ko'rardi. Hamma uxlaganda u sekin joy namozini yozardi, sajdaga bosh qo'yib ko'z yosh to'kardi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil. Do'stlari kulardi, yoshsan, hayotdan zavq ol. Ma'zunam esa jilmayardi. Haqiqiy zavq qalb tinchligida u har kuni Qur'on tilovat qilardi, ayniqsa Qur'on oyatlarini o'qiganda. Yuragim enzaga kelardi, qiyomat oyatlarini eshitganda. Ko'zlari yoshlanardi. Bir kuni onasi uning xonasidan ovoz eshitib, Mahzunam duo qilardi. Ey Allohim, agar meni sevgan bandalaring qatoriga qo'shsang, bu dunyodan rozi xalli ketaman. Onadan vaqt o'tdi, Mahzunam og'ir dardga chalindi. Shifokorlar sababini topolmadilar, lekin u shikoyat qilmadi. Onasi yig'lab dedi, qizim negasan? Mahzunam javob berdi, ona, balki Alloh meni tezroq huzuriga chorlayotgandir. So'nggi kunlar u ko'proq zikr qilar, alhamdulillahni ko'p aytar edi. Bir kecha u shunday dedi, ona, agar men ketadigan bo'lsam yig'lamam. Men Robbimga oshiq qalb bilan ketaman. Tongga yaqin u tabassum bilan ko'zlarini yumdi. Shonada g'alati bir sokinlik va nur bor edi. Mahzunam bu dunyoni tark etdi, ammo uning muhabbati, Allohga bo'lgan muhabbati ko'plarga ibrat bo'ldi. Deb ba'zi oshiq qalblar dunyoda yashamaydi, ular jannatga shoshiladi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil, do'stlarim To'ng'iz qalqalik ta'sirli hikoya matni. Juda sekin Ma'zunam oddiy qiz edi, ammo uning qalbi oddiy emas edi. U dunyoni emas, Robbisini sevardi. Bolaligidan u tungi sukunatni yaxshi ko'rardi. Hamma uxlaganda u sekin
joy namozini yozardi, sajdaga bosh qo'yib ko'z yosh to'kardi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil. Do'stlari kulardi, yoshsan, hayotdan zavq ol. Mahzunam esa jilmayardi. Haqiqiy zavq qalb tinchligida, u har kuni Qur'on tilovat qilardi. Ayniqsa Qur'on oyatlarini o'qiganda yuragi menzaga kelardi. Qiyomat oyatlarini eshitganda ko'zlari yoshlanardi. Bir kuni onasi uning xonasidan ovoz eshitib mahzunam duo qilardi. Ey Allohim, agar meni sevgan bandalaring qatoriga qo'shsang, bu dunyodan rozi xalli ketaman. Onadan vaqt o'tdi, mahzunam og'ir dardga chalindi. Shifokorlar sababini topolmadilar, lekin o shikoyat qilmadi. Onasi yig'lab dedi, qizim negasan? Mahzunam javob berdi, ona, balki Alloh meni tezroq huzuriga chorlayotgandir. So'nggi kunlar u ko'proq zikr qilar, alhamdulillahni ko'p aytardi. Bir kecha u shunday dedi, ona, agar men ketadigan bo'lsam yig'lamam. Men Robbimga oshiq qalb bilan ketaman. Tongga yaqin u tabassum bilan ko'zlarini yumdi. Shonada g'alati bir sokinlik va nur bor edi. Mahzunam bu dunyoni tark etdi, ammo uning muhabbati, Allohga bo'lgan muhabbati ko'plarga ibrat bo'ldi. Deb ba'zi oshiq qalblar dunyoda yashamaydi, ular jannatga shoshiladi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil, do'stlarim Tongi zilqalqalik ta'sirli hikoya matni. Juda sekin. Mahzunam oddiy qiz edi, ammo uning qalbi oddiy emas edi. U dunyoni emas, Robbisini sevardi. Bolaligidan u tungi sukunatni yaxshi ko'rardi. Hamma o'qiganda u sekin joy namozini yozardi, sajdaga bosh qo'yib ko'z yosh to'kardi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil. Do'stlari kulardi, yoshsan, hayotdan zavq ol. Mahzunam esa jilmayardi. Haqiqiy zavq qalb tinchligida, u har kuni Qur'on tilovat qilardi. Ayniqsa Qur'on oyatlarini o'qiganda
Ko'pligi menzaga kelardi, qiyomat oyatlarini eshitganda ko'zlari yoshlanardi. Bir kuni onasi uning xonasidan ovoz eshitib mahzunam duo qilardi. Ey Allohim, agar meni sevgan bandalaring qatoriga qo'shsang, bu dunyodan rozi xalli ketaman. Oradan vaqt o'tdi, mahzunam og'ir dardga chalindi. Shifokorlar sababini topolmadilar, lekin nosh hikoyat qilmadi. Onasi yig'lab dedi, qizim negasan? Mahzunam javob berdi, ona, balki Alloh meni tezroq huzuriga chorlayotgandir. So'nggi kunlar u ko'proq zikr qilar, alhamdulillahni ko'p aytar edi. Bir kecha u shunday dedi, ona, agar men ketadigan bo'lsam yig'lamam. Men Robbimga oshiq qalb bilan ketaman. Tongga yaqin u tabassum bilan ko'zlarini yumdi. Shonada g'alati bir sokinlik va nur bor edi. Mahzunam bu dunyoni tark etdi, ammo uning muhabbati, Allohga bo'lgan muhabbati ko'plarga ibrat bo'ldi. Deb ba'zi oshiq qalblar dunyoda yashamaydi, ular jannatga shoshiladi. Ey Rabbim, meni o'zingga yaqin qil, do'stlarim